Tasavvur qiling, siz tunda osmonga qaraysiz va birdan osmonda yangi yulduz paydo bo'ladi. Yoki yer yuzidan ulkan asteroid uchib o'tayotganini ko'rasiz. Yoki 76 yilda bir marta qaytariladigan mashhur kometa yana osmonni bezashini guvohi bo'lasiz. Bularning bari ertakmi? Aslida yo'q. Bugun men sizlarga hayotingizda haqiqatdan ham ko'rish imkoni bo'lgan, ammo ko'pchilik hatto bilmagan kamyob va hayratlanarli kosmik hodisalar haqida gapirib beraman. Va eng qizig'i, bu hodisalarning ba'zilari juda yaqinda sodir bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Assalomu alaykum do'stlar. Ko'rib turganingizdek, ushbu kanalimiz hali juda yangi, lekin katta maqsadlarga ega. O'zbek auditoriyasi uchun sifatli va yangi kontent yaratish. Sizni ham ushbu kanalimiz rivojiga hissa qo'shishingizni xohlar edim. Shunchaki kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizni yaqinlaringizga ulashib qo'ysangiz, sizdan minnatdor bo'lar edim. Kamyob hodisalarimizdan birinchisi bu T Coronae Borealis. Bu bizdan taxminan 3000 yorug'lik yil uzoqlikda joylashgan ikki yulduzli sistema. Unda bir qizil gigant yulduz va bir oq mitti yulduz birga aylanib yuradi. Qizil gigant doim o'z vodorodini oq mittiga ajratib turadi. Vaqt o'tib oq mittidagi vodorod yetarlicha to'planganda ulkan termoyadroviy portlash yuz beradi. Yulduz bir necha hafta davomida osmonning eng yorqin yulduzlaridan biriga aylanadi. Bu hodisa taxminan har 80 yilda bir marta sodir bo'ladi. Oxirgi marta 1946-yilda kuzatilgan edi va mana endi 2026-yilda navbatdagi portlash kutilmoqda. Quyosh tutilishini ko'rganmisiz? Agar ko'rmagan bo'lsangiz, bilasizmi u naqadar hayratlanarli. Kunduzi birdan qorong'u tushadi, hayvonlar jim bo'ladi, havoda sovuq shamol esadi. Quyosh o'rnida faqat qora doira va atrofida kumush tosh ko'rinadi. Bu dunyoning eng hayajonli tabiat tomoshalaridan biridir. Ammo 2027-yil 2-avgustda bo'ladigan quyosh tutilishi oddiy emas. Bu asrning eng uzun to'liq quyosh tutilishi bo'ladi. Ya'ni 6 daqiqa 23 soniya davomida qorong'ulik hukm suradi. Odatdagi tutilishlar esa 2-3 daqiqa davom etadi xolos. Bu tutilish Ispaniya, Shimoliy Afrika, Misr, Arabiston yarim oroli va Hindiston orqali o'tadi. O'rta Osiyo va O'zbekistonga yaqin hududlar ham qisman tutilishni ko'radi. Nega bu muhim? Chunki bunday uzun tutilish keyingi marta faqat 2114-yilda sodir bo'ladi. Endi biroz hayajonli mavzuga o'tamiz. Apofis. Bu asteroid 2004-yilda kashf etilganida olimlar dastlab uni yerga urish ehtimoli 2% deb hisoblashdi. NASA butun dunyo bo'yicha ogohlantirishlar e'lon qildi. Xalqaro ommaviy axborot vositalari qiyomat asteroid kelmoqda deb yoza boshladi. Keyinroq aniqroq hisob-kitoblar shuni ko'rsatdiki, Apofis yerga urilmaydi, lekin u juda ham yaqindan o'tadi. 2029-yil 13-aprel Apofis yerdan atigi 32,000 kilometr masofadan o'tadi. Bu oydan 10 barobar yaqinroq degani. Hattoki ba'zi sun'iy yo'ldoshlar yer atrofida bundan uzoqroq orbitada aylanadi. Bunday katta asteroid o'tishi taxminan 800 yilda bir marta sodir bo'ladi. Ya'ni bu juda ham tarixiy hodisa. Eng yaxshisi shundaki, Apofisni oddiy ko'z bilan ko'rish mumkin. U harakatlanuvchi yorqin nuqta sifatida osmondan o'tib ketadi. Yarim dunyo aholisi uni ko'ra oladi. O'zbekiston ham kuzatish uchun qulay hududda joylashgan. Sana yodingizda bo'lsin. 2029-yil 13-aprel. Oilangiz va yaqinlaringiz bilan osmon ustida o'tiring va tarixiy voqeaning guvohi bo'ling. Osmonda qizil rangda yonib turgan yulduzni ko'rganmisiz? Aslida bu yulduz emas, bu Mars. Mars va Yer har 26 oyda bir marta bir-biriga nisbatan eng yaqin bo'ladi. Lekin elliptik orbitalar tufayli bu yaqinlik har safar har xil bo'ladi. Ba'zan Mars juda yaqin, ba'zan nisbatan uzoqroq bo'ladi. 2035-yilda Mars Yerga juda yaqin keladi. Bu yaqin o'tgan yillarning eng yaxshi kuzatish imkoniyati bo'ladi. Mars osmonda katta, yorqin va qizil dog' kabi ko'rinadi.
Hatto oddiy arzonga teleskop bilan uning qutb qoplamasini va yuzasining ba'zi tafsilotlarini ko'rish mumkin bo'ladi. Bunday yaqinlik har bir avlodga bir necha marta nasib etadi, lekin har safar uni ko'rish baribir alohida zavq beradi. Mars insoniyatning kelajakdagi uyi bo'lishi mumkin bo'lgan sayyoradir. Uni ko'rganingizda o'ylang, balki sizning nabiralaringiz o'sha qizil sayyorada yashashar. Siz nima deb o'ylaysiz? Biz kelajakda Marsga ko'chib o'tishimiz mumkinmi? O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Endi eng mashhur mehmonni kutib olaylik. Halley kometasi. Bu kometani insoniyat 2000 yildan beri kuzatib kelmoqda. Tarixiy yozuvlarda uning 1066-yilda Angliya bosib olishini bashorat qilgan belgi sifatida qayd etilganligi ham bor. Xitoy astronomlari uni 1000 yillar oldin yozib qoldirgan. Halley kometasi 76 yilda bir marta Quyosh atrofida aylanib, ichki Quyosh sistemasiga kiradi. Oxirgi marta u 1986-yilda kelgan. Lekin o'sha payt kuzatish sharoiti yaxshi emas edi va ko'pchilikning hafsalasi bir bo'lgan. Lekin 2061-yilda bu butunlay boshqacha bo'ladi. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, bu safar kometa 1986-yilgiga nisbatan 9 barobar yaqinroq ko'rinadi. Erta tong yoki kechqurun osmonda uzun dumli yorqin is sifatida haftalab ko'rinib turadi. Siz hozir necha yoshdasiz? 2061-yilda necha yosh bo'lasiz? Bu savolni o'zingizga bering va agar umringiz bo'lsa, o'sha yil bolalaringiz, nabiralaringiz bilan chiqib, Halley kometasini birga tomosha qiling. Bu avlodlar bog'lovchi kosmik an'anaga aylansin. Tasavvur qiling, siz tunda osmonga qaraysiz va bir to'g'ri chiziq bo'ylab Merkuriydan Neptungacha barcha sayyoralarni ko'rasiz. Bu ko'z bilan ko'rib bo'ladigan ajoyib manzara, to'g'rimi? 2040-yil 8-sentyabrda Quyosh sistemasining barcha sayyoralari bir joyda joylashadi. Bu hodisa aslida juda kam uchraydi. Faqat bir necha 10 yillikda bir marta sodir bo'ladi. Siz Merkuriy, Venera, Mars, Yupiter va Saturnni, ya'ni oddiy ko'z bilan ko'rinadigan barcha sayyoralarni bir kechada bir osmon qismida ko'rasiz. Ularni ko'rib, Quyosh sistemasining katta bir oilasi ekanligini his qilasiz. Mana shular hayotingizda ko'rish imkoni bo'lgan eng hayratlanarli kosmik hodisalar. Koinot bizga bu sovg'alarni taqdim etmoqda. Yagona shartimiz osmonga qarash. Biz hozir yashayotgan davr tarixdagi eng qiziqarli davr. Hali hech qachon inson koinotni buncha chuqur tushunmagan, buncha uzoq ko'rmagan. Lekin osmon hali ham ko'p sirlarini bizdan yashirib kelmoqda. Shu bilan do'stlar, videomiz ham o'z yakuniga yetmoqda. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling. Ushbu videomizga like bosib, koinotga qiziqadigan do'stingizga ham jo'natib qo'ying.